27-iyun O'zbekiston Respublikasi matbuot hamda ommaviy axborot xodimlari kuni sanaladi. Ushbu munosabat bilan biz barcha hamkasblarimizni, jurnalistlarimizni va matbuot xodimlarini, kadr ortidagi xodimlarni barchasini ushbu sana bilan tabriklab qolamiz. Bu yer jurnalistlar ta'lim oladigan maskan, jurnalistika universitetini rektori Sherzod Qudratxo'jayev tabriklagan ekanmiz. Kuni kecha Oktobank 25 yillik sanasi bo'ldi. Shu munosabati bilan shunaqa. Rahmat sizga, Oktobank omad tilaymiz. Rahmat sizga. Men siz uchun. Rahmat, Oktobank rahmat. Это чисто сердце. Спасибо большое. Какая красота. Смущаюсь, так когда меня хвалят. Я так смущаюсь, как маленькая девочка. Со своей стороны я хочу поздравить вас с юбилеем. Пожелать вам успехов в вашей работе, председателю банка, руководителю банка успехов, и чтобы у вас только в вашей работе был только позитив. С праздником и всего-всего доброго. Sağ olun. Kolleksiyaga zo'r bo'ladigan bo'ldi-da. Oktobankka omad tilaymiz. Rahbariyatiga ham, barcha o'sha fidoyilarga ham, sizlarga ham bayraminglar bo'lsin. Sizlarga ham har doim mana shunaqangi qilgan mehnatinglar bilan yaxshiliklarni eslab yursin. Идем поздравлять сотрудников Капитал и Репост. Mana shu televideniya sohasida xizmat ko'rsatayotgan Nilufar Sotiboldiyevani tabriklagan keldik. Oktobank jamoasi nomidan tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Sizlarni ham tabriklayman. Rahmat kattakon. Men ham Oktobank mijoziman. Har doim nimaiki xizmatlar bo'lsa, yuqori darajada menga xizmat ko'rsatishadi. Oktobankga ham omad, tabriklaychi, rahmat. Hozir navbatdagi manzilimiz Vaqtus. Har doim muloqotga ochiq bo'lgan, samimiy va kerakli bo'lgan xabarlarni o'z vaqtida beradigan nashriyotga ketdik. Assalomu alaykum Jahongir. Kasb bayramingiz bilan tabriklayman sizni. Katta rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Rahmat sizga ham ushbu kichkinagina sovg'amizni ham qabul qilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Jahongir. Sizga ham mana shu 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni muborak bo'lsin.